Uy bekasi bo'lish bu ojizlik emas, bu tanlov. U eng og'ir va chiroyli kasbdir. Uning ishi uchun na oylik bor, na lavozim kartasi. Uy bekasi degani uyda bo'sh o'tirgan ayol emas. U har bir kunini rejali, har bir ishini ma'noli bajarayotgan bosh menejer. U beminnat tarbiyachi, fidoyi hamshira, mehrli psixolog va har bir ishning egasi. U ertalab hammadan oldin uyg'ondi, tunlar esa hammadan kech uxlaydi, hamma uchun duoda bo'ladi. U har kuni nafis ko'ylak kiyib rasmga tushmaydi, lekin har kuni farzandiga pok niyat, halol rizq, muhabbat kiydiradi. Uy bekasi bo'lish kuchsizlik emas, bu fidoyilikdir. U har kuni yo'qdan bor yasaydi, muammolarga sabr, og'riqqa tabassum bilan qaraydi. U buyuk ayol shunchaki uy bekasi bo'lgani uchungina emas, uyda baxt, mehr va or-nomusni saqlab turgani uchun buyukdir. U podiumda yurmadi, lekin oilasining suyanchi bo'ldi. U Instagram uchun emas, bolalari uchun ovqat pishirdi. Qachonki uy bekasi bo'lgan ayol qadrlansa, jamiyat tiklanadi, farzand odobli bo'ladi, er rohat topadi, uy tinch bo'ladi. Ba'zi odamlar uy bekalarini uyda o'tiradi deb nazar qilmaydi, lekin bilishmaydi, bu ayol uyda dunyoni barqaror tutmoqda. U bir oilaning suyaklari, yuragi, ustuni. Farzandga odob o'rgatadi, uyga fayz olib kiradi. Agar siz hozir uy bekasi bo'lsangiz, eng faxrli va savobli vazifani o'tamoqdasiz.